karkas. Bu karkas. Karkazni qilishda nimalarga qarash kerak? Zarili aka. Bu orasiga qarash kerak. Bunaqasiga qilib. Misol razmeri 20 sm-likda, unaqasiga ham 20 sm. Asosan shu narsaga e'tibor berish kerak. Simni nimaga svarka qilsa bo'lmaydimi buni? Svarkadan ko'ra oxirgi paytda mana shu yaxshi bo'lyapti. Svarka qilmashini sababi prosta qimmat arzon tushganligi uchunmi yo uni hali yer qimillashda biror narsada yer qimillashida foydasi bor? 4000-5000 atrofida bo'lsa kerak metr. 1 metr kvadrat ekanda endi. 1 kvadrat. 1 kvadrati bo'ladi. Hozir bu mana shu holatda turganda sraz beton quyib yuborilaradi. Yo'q, shu hozir bitgan holat emas. Yana xuddi shunaqa qilib turib, yana bir ikki etaj bo'ladi xullas. 2 qavat bo'ladi. 2 qavat bo'ladi. Keyin beton quyiladi. Ha. Shu padushka bo'ladi, shuning ustidan keyin yana bino ko'tariladi. Ha, keyin fundament bo'ladi. Katlaman etapiga kelgan tanishlarga bu video jo'natib qo'yinglar, foydali bo'ladi. Birinchi marta sizlar uchun yangiligimiz bor, bomba yangilik bo'ladi. Buni kutinglar.